Assalomu alaykum hammaga. Nihoyat biz bankdan chiqdik. Hozir mana bo'lib 69 million, 38 million, 11 million, 10 million, voy chekim tushib ketdi. Bu 10 million naqd oldik. Va mana 9650 mi? Dollar. 9650 salkam 10.000 dollar. Mana 10 million. Yana kartamda qoldi. Uje katalog yopamiz. Uje buning ichidan ustalarga ham 25 million pul ishlatganmiz. Mazzami Faberlik direktorlariga. Sizlar ham ishlab mana shunaqa daromadlar topishinglar mumkin. Qo'rqmanglar. Hammasi Faberlik orqali bu pullar.